Assalomu alaykum hurmatli chorva ishqibozlari. Ana bugun Tepaqo'rg'on qishlog'i Qo'yda baraka savdo markazidan bir yaxshi qo'chqorni sizlarga tavsiya qilmoqchiman. Zotga, urug'likka qo'chqor qilib olaman deganlar uchun bu qo'yga ortiqcha maqtovni keragi yo'q. Qo'y boqadiganlar o'zi qo'yni videoni ko'rganda o'zi biladi. Yoshlari 9 oylik, tishlari marjonday bo'lib turibdi. Mana tishlarini qo'zi tishda. Xudo xolasa mana oldidan ko'rinishlari, oyoq oralari, gabaritlarini, to'shlarini simjunda $2000 qo'zi qo'chqorimiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bu kanalimiz yangi, xudo xolasa qo'yxonalarimiz ham yangi savdo markazimiz. Liniyasi Shirokiy liniyada. Lokatsiyani opsiyaga chiqarib qo'yamiz nomerlari bilan.